Daladashda tindi ish. Mehmon bo'lib keldi qish. Qish kelsa ham olasan, yozdagi ishingni qish kelsa ham qilasan deb o'rtoqlar. Yakshanbadan gapiramiz. Menga o'xshab o'zi bilan o'zi gaplashib, nervi adoyi tamom bo'lib, bolalar vaqt chirog'ini rostdan ekan o'chirib yoqib o'ynayotgan onalar biz qalban birgamiz. Men pashtilarda erga tegib 1 yil baxtli bo'lib, battar bo'lib yashab, bitta bolamni tuqqanimdan beri tongim shunaqa o'tadi o'rtoqlar. O'shandan beri bir osoyishta, top-toza, hamma joyi yaraqlagan uyda uyg'onish menga hali beri nasib pasib qilmasa kerak o'rtoqlar. Ertalab turasan, sen uchun dunyoga kelgan bolalaringni xuddi men uchun yashab beradigandek majburlab, yedirib, ichirib, kiydirib, qilib, keyin shulardan qolgan qutgan qoldiqlarni baxtli onaman deb o'zingni aldab, tozalashni boshlaysan. Oldibgina ketsin, tozalaganingga yarasha 1 soat shunda turib ekan achinasan o'rtoqlar, achinasan. Endi nima qilasan? Buni go'dokkinalar dunyoga men uchun kelgan-ku. Shunda o'zim xursand qilib uyimni ertalabda yana har doimgidek boshqa ishim yo'qdek uborkadan boshladim o'rtoqlar. O'sha gap. Bu o'libgina ketsin, uy biror marta toza turganini eslayman. Ha, endi baxt oddiylikda deydi. Baxt oddiylikda emas o'rtoqlar, baxt bardaklikda bo'lib qoldi. Endi nima ham qilamiz? Shu bolalar katta bo'lsa biz ham osoyishtalik